Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, opa-singillar va aka-ukalar. Bugun men pensiya jamg'armasi bilan bog'liq juda muhim va shoshilinch masalani tushuntirib beraman. Bu xabar faqat pensiya olayotgan odamga emas, uning farzandlariga ham tegishli. Chunki ko'p holatda hujjat yig'ish, bankka borish, ariza yozish yoki telefon orqali kelgan xabarni tekshirishda farzandlar yordam beradi. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz, oilangizda pensioner bo'lsa yoki yaqin kunlarda pensiyaga chiqmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato sababli pensiya kechikishi, qayta hisob-kitob qilinmay qolishi yoki firibgarlarning tuzog'iga tushib qolish xavfi bor. Men bu mavzuni mutaxassis sifatida oddiy tilda hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p odamga vaqtida yetib borishi kerak. Avvallari ko'p masalalar qog'oz hujjatlar orqali yurardi. Pensioner tuman pensiya jamg'armasiga borardi, navbat kutardi, mehnat daftarchasini, ma'lumotnomalarni, ish haqi haqidagi hujjatlarni olib kelardi. Agar biror joyda xatolik bo'lsa, odam yana korxonaga, arxivga, bankka yoki mahallaga qatnardi. Ko'pchilik pensiya tayinlandi, endi boshqa ish yo'q deb o'ylardi. Aslida esa pensiya tayinlangandan keyin ham ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi, bank rekvizitlari, yashash manzili, shaxsiy hujjatlar, telefon raqami va boshqa ma'lumotlar yangilanib turishi kerak. Hozir esa tizim ancha elektronlashdi. Ma'lumotlar turli bazalar orqali solishtiriladi. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari, bank kartasi, yashash joyi, ish staji, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar elektron tarzda tekshirilishi mumkin. Bu bir tomondan yaxshi, chunki odam kamroq yuguradi. Ko'p hujjatlar avtomatik olinadi. Lekin ikkinchi tomondan tizimda xatolik bo'lsa, eski familiya qolib ketgan bo'lsa, bank kartasi muddati tugagan bo'lsa, telefon raqami boshqa odam nomida bo'lsa yoki arxivdagi ma'lumot elektron bazaga tushmagan bo'lsa, pensiya bilan bog'liq muammo yuzaga kelishi mumkin. Eng muhim o'zgarish shundan iboratki, endi pensionerning hammasi joyida deb o'tirishi yetarli emas. Har bir odam o'z ma'lumotini tekshirishi kerak. Pensiya miqdori to'g'ri hisoblanganmi? Staj to'liq kiritilganmi? Bank kartasi ishlayaptimi? Pul qachon tushyapti? Qo'shimcha to'lov yoki qayta hisoblash huquqi bormi? Shularni nazorat qilish zarur. Men ko'p uchratadigan holat shuki, odam 5 yil oldin pensiyaga chiqqan, lekin keyin qo'shimcha hujjat topilgan. Masalan, 1980-yillarda ishlagan joyi arxivdan tasdiqlangan. Ammo pensioner ariza bermagani uchun pensiyasi qayta hisoblanmagan. Natijada odam oyma-oy kamroq pul olib yurgan. Birinchi navbatda pensiya faqat yoshga qarab beriladigan pul emas. Uning o'rtida ish staji, ish haqi, hujjatlarning to'g'riligi, qonundagi imtiyozlar va oilaviy holat turadi. Har bir pensioner o'z pensiyasi qanday asosda tayinlanganini bilishi kerak. Men oddiy qilib aytaman. Siz men falon miqdorda pensiya olyapman deb emas, mening pensiyam qaysi staj va qaysi ish haqi asosida hisoblangan deb so'rashingiz kerak. Masalan, bir ota 62 yoshda pensiyaga chiqqan. Uning mehnat daftarchasida 28 yil ish staji bor deb kiritilgan. Lekin u aslida 34 yil ishlagan, 6 yil bir shirkatda ishlagan. Ammo o'sha korxona tugatilgan, hujjat esa vaqtida olib kelinmagan. Agar shu 6 yil arxivdan tasdiqlansa, pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zida far oyiga takatan 1000 so'm bo'ladi, ba'zida 200 ming so'm, ba'zida undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Bu aniq hisob-kitobga bog'liq. Muhimi, odam baribir foydasi yo'q deb qo'l siltamasligi kerak. Ikkinchi misol, bir ona pensiyaga chiqayotganda ish haqi bo'yicha ma'lumot to'liq olinmagan. U o'qituvchi bo'lib ishlagan, keyin boshqa tashkilotda hisobchi bo'lgan. Pensiya tayinlashda faqat bir davrdagi ish haqi hisobga olingan, lekin yuqoriroq maosh olgan yillari e'tibordan chetda qolgan. Agar qonun bo'yicha ruxsat etilgan davrdagi yuqori ish haqi hujjat bilan tasdiqlansa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, eski ish joylaringizni, mehnat daftarchangizdagi yozuvlarni, buyruq raqamlarini, ish haqi ma'lumotlarini tekshirtiring. Uchinchi muhim masala bank kartasi bilan bog'liq. Hozir ko'pchilik pensiyani bank kartasi orqali oladi. Kartaning muddati tugasa, karta bloklansa, bankdagi ism, familiya hujjatdagi ma'lumot bilan mos kelmasa yoki pensioner telefon raqamini almashtirib, bankka xabar bermasa pul tushishi kechikishi mumkin. Ba'zi odamlar pensiya jamg'armasi pul bermayapti deb o'ylaydi. Aslida muammo bank kartasida bo'ladi.
Shuning uchun karta muddati tugashidan oldin bankka boring, yangi karta oling, mobil raqamni tekshirtiring, SMS xabarnoma yoki ilova ishlayotganini ko'ring. Eng avvalo. Yaqinda pensiyaga chiqqanlar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki birinchi tayinlash davrida xato bo'lsa, u keyingi oylarga ham ta'sir qiladi. Masalan, sizning 30 yil stajingiz bor, lekin tizimga 25 yil kiritildi. Agar buni vaqtida ko'rmasangiz, kam pensiya olishingiz mumkin. Shuning uchun pensiya tayinlangandan keyin albatta hisob-kitob asosini so'rang. Menga qancha chiqdi degan savol kamlik qiladi. Nima uchun aynan shu miqdor chiqdi deb so'rang. Ikkinchi guruh eski korxonada ishlagan, korxonasi yopilgan yoki nomi o'zgargan odamlar, zavod, kolxoz, shirkat, qurilish tresti, savdo boshqarmasi, maktabgacha ta'lim muassasasi, tibbiyot birlashmasi, paxta zavodi, avtokorxona kabi joylarda ishlagan odamlarning hujjatlari arxivda bo'lishi mumkin. Ba'zida mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr noaniq. Ba'zida lavozim yozilgan, lekin buyruq raqami yo'q. Bunday holatda arxiv ma'lumotnomasi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Uchinchi guruh familiyasi o'zgargan ayollar. Turmush qurgandan keyin familiya o'zgargan, keyin yana pasport yangilangan, ID karta olingan. Agar eski mehnat daftarchasida qizlik familiyasi turgan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Buni oddiy deb qarash mumkin. Lekin amalda ko'p xatolik aynan shu joydan chiqadi. Tizimda bir familiya, bankda ikkinchi familiya, mehnat daftarchasida uchinchi yozuv bo'lsa, tekshiruv cho'ziladi. 4-guruh nogironlik pensiyasi. Boquvchini yo'qotganlik pensiyasi yoki qo'shimcha nafaqa olayotganlar. Bu toifalarda hujjatlarning muddati, tibbiy xulosa, oilaviy tarkib, o'qiyotgan farzandlar haqidagi ma'lumot, vasiylik masalalari katta ahamiyatga ega. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba o'qishni davom ettirayotganini tasdiqlashi kerak bo'lishi mumkin. Agar ma'lumot vaqtida yangilanmasa, to'lov to'xtab qolishi yoki qayta tekshiruvga tushishi mumkin. Agar siz pensiyani har oy vaqtida olayotgan bo'lsangiz, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, shaxsiy hujjatlaringiz yangilangan bo'lsa, pensiya tayinlanganda barcha staj va ish haqi to'liq hisobga olingan bo'lsa, siz vahimaga tushishingiz shart emas. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men tavsiya qilaman, kamida bir marta pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari kanallariga murojaat qilib, ma'lumotlaringiz to'g'ri ekanini aniqlang. Agar sizga telefon qilib, pensiyangiz oshirildi, kartangiz raqamini ayting, kod keldi, shu kodni ayting, pulni tezroq o'tkazib beramiz desa, bunday odamlarga ishonmang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan SMS kod, karta paroli, PIN kod, ilova paroli so'ramaydi. Bu juda muhim. So'nggi paytlarda aynan pensionerlar firibgarlar uchun nishonga aylanmoqda. Chunki ular rasmiy gaplarga ishonadi. Davlat idorasidanman degan odamdan uyalib savol bermaydi. Men qat'iy aytaman, SMS kodni hech kimga aytmang. Karta raqamini, amal qilish muddatini, orqa tarafdagi kodni aytmang. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'ying va o'zingiz bankning rasmiy raqamiga yoki pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limiga murojaat qiling. Eng ko'p uchraydigan muammolardan biri yashash manzili o'zgarishi. Masalan, pensioner Toshkent viloyatida ro'yxatda turadi, lekin farzandining uyida Samarqandda yashaydi. Pensiya kartaga tushayotgan bo'lsa, ko'pincha muammo sezilmaydi. Lekin biror tekshiruv, naqd pul bilan bog'liq masala, hujjat yangilash yoki ariza berish kerak bo'lsa, ro'yxatdagi manzil muhim bo'lib qoladi. Shuning uchun amaldagi yashash holati va hujjatlardagi ma'lumot o'rtasida katta tafovut bo'lmasligi kerak. Ikkinchi muammo pasport yoki ID karta muddati bilan bog'liq. Hujjat yangilansa, yangi seriya va raqam paydo bo'ladi. Bankda eski ma'lumot qolgan bo'lishi mumkin. Pensiya tizimida yangilangan bo'lishi mumkin. Lekin bankda yangilanmagan bo'lsa, karta operatsiyalarida muammo chiqadi. Shuning uchun hujjat almashtirgandan keyin faqat uyga qaytib qo'ymang. Bankka ham boring. Kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limida ma'lumotlaringiz yangilanganini tekshirtiring. Uchinchi muammo ortiqcha yoki noto'g'ri to'lov bilan bog'liq. Ba'zida odamga qonun bo'yicha kerak bo'lmagan to'lov tushib qolishi mumkin. Pensioner davlat berdi, demak meniki deb o'ylaydi. Lekin keyin tekshiruvda bu ortiqcha to'lov deb topilsa, qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Shuning uchun odatdagidan ancha ko'p pul tushsa, darhol sababini aniqlang. Masalan, har oy 1 million 200 ming so'm olayotgan odamga birdan 3 million tushdi.
Bu qayta hisoblash natijasi bo'lishi ham mumkin, xatolik bo'lishi ham mumkin. Eng to'g'ri yo'l bankdan tushum izohini ko'rish. Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qilish. 4-muammo ishonchnoma orqali pensiya olishda uchraydi. Ba'zi pensionerlar yoshi katta, kasal yoki harakatlanishi qiyin bo'lgani uchun farzandi yoki qarindoshiga ishonchnoma beradi. Ishonchnomaning muddati rasmiylashtirilishi, bank talablariga mosligi tekshiriladi. Agar ishonchnoma muddat tugagan bo'lsa, pul olishda muammo bo'ladi. Bundan tashqari, pensionerning o'zi bilmagan holda karatasidan pul yechib olinishi kabi oilaviy nizolar ham uchraydi. Men bunday holatda juda ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Ishonchnoma bergan odamni tanlang. Pul tushganini o'zingiz nazorat qiling. Imkon bo'lsa, SMS xabarnomani o'z telefoningizga ulang. Hamma holat bir xil hal bo'lmaydi. Ba'zi odamlar qo'shma ariza berdi, pensiyasi oshdi, men ham borsam oshadi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri yondashuv. Pensiya har bir odam bo'yicha alohida hisoblanadi. Bir kishining staji ko'p, lekin ish haqi past bo'lgan bo'lishi mumkin. Boshqa kishining staji kamroq, lekin ish haqi yuqori bo'lgan bo'lishi mumkin. Yana bir odam imtiyozli sharoitda ishlagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shni, qarindosh yoki tanishning holati sizga to'liq mos kelmasligi mumkin. Masalan, ikki ayol bir maktabda ishlagan. Birinchisi 30 yil o'qituvchi bo'lgan, ikkinchisi 20 yil o'qituvchi, 10 yil boshqa lavozimda ishlagan. Tashqi tomondan ikkalasi bir xil maktabda ishlagan ko'rinadi. Lekin lavozim, ish haqi, stavka, ta'til, bola parvarishi davri, hujjatdagi yozuvlar farq qilishi mumkin. Shu sababli pensiya miqdori ham farq qiladi. Buni adolatsizlik deb emas, hisob-kitob natijasi deb tushunish kerak. Agar shubha bo'lsa, yozma tushuntirish so'rash kerak. Yana bir nozik masala bola parvarishi, harbiy xizmat, o'qish davri, chet elda ishlash kabi davrlar bilan bog'liq. Bu davrlarning qaysi biri, qanday shartlarda, qaysi hujjat asosida stajga kiritilishi mumkinligi qonunchilikka bog'liq. Odamlar ko'pincha men o'sha yillarda bekor yurmaganman, nega kiritilmadi deb e'tiroz qiladi. Bu yerda hissiyot emas, hujjat va qonun ishlaydi. Agar davrini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, uni hisobga olish qiyinlashadi. Shuning uchun eski hujjatlarni tashlab yubormang. Mehnat daftarchasini ehtiyot qiling. Arxivdan ma'lumot olish imkoniyatini tekshiring. Yana bir xavfli nuqta. Vositachilar. Ayrim odamlar pensiyangizni oshirib beraman, tanishim bor, arizani tezlashtiraman deb pul so'rashi mumkin. Men bunday takliflardan ehtiyot bo'lishni qat'iy tavsiya qilaman. Qonuniy huquqingiz bo'lsa, ariza bilan murojaat qilasiz, hujjat topshirasiz, javob olasiz. Agar rad etilsa, rad javobining sababini yozma ko'rinishda olasiz va yuqori turuvchi tashkilotga yoki sudga murojaat qilish imkoningiz bo'ladi. Pul berib tezlashtirish ko'pincha muammoni hal qilmaydi. Aksincha sizni yanada qiyin ahvolga solishi mumkin. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Pensioner bugun nima qilishi kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasportingiz amaldami? Familiya, ism, otasining ismi to'g'ri yozilganmi? Tug'ilgan sana, mehnat daftarchasi va boshqa hujjatlarda bir xilmi? Shuni ko'ring. Agar bir joyda o'g'li boshqacha yozilgan, boshqa joyda sana xato ketgan bo'lsa, bu keyin muammo keltirishi mumkin. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? Karta bloklanmaganmi? Bankdagi telefon raqamingiz hozir ishlatayotgan raqammi? SMS xabarnoma yo'qilganmi? Agar pensionerning telefoni yo'q bo'lsa, farzandining raqami ulangan bo'lishi mumkin, lekin bu ham ishonchli odam bo'lishi kerak. Pul tushgan tushmagan pensionerning o'zi bilishi juda muhim. Uchinchi qadam, pensiya hisob-kitobingizni aniqlang. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilib, pensiyangiz qaysi staj va qaysi ma'lumotlar asosida hisoblanganini so'rang. Agar imkon bo'lsa, yozma yoki elektron shaklda ma'lumot oling. Savolni aniq bering. Mening umumiy ish stajim necha yil deb bo'lingan? Qaysi davrlar hisobga kiritilgan? Qaysi davrlar kiritilmagan? Qo'shimcha hujjat topshirsam qayta hisoblash mumkinmi? 4-qadam, eski hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, tug'ilganlik guvohnomalari, diplom, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotlari, buyruq nusxalari, korxona nomi o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lsa, alohida papkaga soling. Hujjatlarning asl nusxasini yo'qotmang, kerak bo'lsa nusxa qildiring. 5-qadam, ariza yozing. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang.
Agar pensiyani qayta hisoblash, stajni qo'shish, ish haqi ma'lumotini kiritish yoki xatoni tuzatish kerak bo'lsa, yozma ariza bering. Arizada familiya, ism, otasining ismi, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi, murojaat sababi aniq yozilsin. Masalan, mening 1995 yildan 1990 yilgacha falon tashkilotda ishlagan davrim pensiya hisob kitobiga kiritilmagan deb hisoblayman. Ushbu davrni arxiv ma'lumotnomasi asosida ko'rib chiqishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozilsa, murojaatni ko'rib chiqish osonlashadi. 6-qadam. Javobni kuting va nazorat qiling. Ariza topshirgandan keyin uning ro'yxatga olinganini tekshiring. Qabul qilingan sana, kirim raqami yoki elektron tasdiq bo'lsa saqlab qo'ying. Javob kelmasa, qayta murojaat qiling. Javobda rad etish sababi ko'rsatilsa, uni diqqat bilan o'qing. Ba'zan rad javobi hujjat yetishmagan uchun bo'ladi. Demak, hujjatni to'ldirib qayta topshirish mumkin. Ba'zan esa qonun bo'yicha asos yo'q deb yoziladi. Bunday holatda mutaxassis bilan maslahatlashish kerak. 7-qadam. Shubhali qo'ng'iroq va xabarlarga ishonmang. Agar sizga Telegram, SMS yoki telefon orqali pensiya jamg'armasidanmiz, havolaga bosing, kartani ulang. Kodni ayting deyishsa, darhol to'xtang. Rasmiy idoralar sizdan maxfiy kod so'ramaydi. Hech qachon karta paroli, SMS kod, bank ilovasi parolini aytmang. Farzandlaringizga ham ayting. Ota-onangizga bunday qo'ng'iroqlar bo'lsa, ular sizga darhol xabar bersin. Birinchi misol, 6-7 yoshli otaxon har oy 1 million so'm pensiya olgan. Farzandi hujjatlarni tekshirganda otaxonning 7 yillik ish davri eski avtokorxona arxivida qolib ketgani aniqlangan. Arxivdan ma'lumotnoma olingan, pensiya jamg'armasiga ariza berilgan. Qayta hisoblashdan keyin pensiya biroz oshgan. Bu yerda asosiy foyda shundaki, odam o'z huquqini hujjat bilan tasdiqlagan. Ikkinchi misol, bir onaxonning bank kartasi muddati tugagan, lekin u buni bilmagan. Pensiya tushmagan deb o'ylab, jamg'armadan xafa bo'lgan. Aslida pul o'tkazmasi bankda ushlanib qolgan. Yangi karta ochilgandan va ma'lumotlar yangilangandan keyin to'lov tiklangan. Demak, muammo har doim pensiya jamg'armasida bo'lavermaydi. Bank tomonini ham tekshirish kerak. 3-misol. Pensionerga notanish odam qo'ng'iroq qilib, sizga qo'shimcha pensiya chiqdi, tasdiqlash uchun kodni ayting degan. U SMS kodni aytgan va kartasidagi pul yechib olingan. Bu juda achinarli, lekin oldini olish mumkin bo'lgan holat. Shuning uchun men yana takrorlayman. Kodni aytish, havolaga bosish, karta ma'lumotini yuborish mumkin emas. 4-misol, ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan. Lekin eski ish joyidagi hujjatlar qizlik familiyasida qolgan. Pensiya tayinlashda ayrim davrlar bo'yicha qo'shimcha tasdiq so'ralgan. U nikoh guvohnomasi va arxiv ma'lumotnomasini topshirgandan keyin masala hal bo'lgan. Bu oddiy hujjatdek ko'rinsa ham pensiya hisobida juda muhim ahamiyatga ega. Men pensionerlarga kichik daftar tutishni maslahat beraman. Daftarga pensiya tushadigan sana, tushgan summa, bank kartasi muddati, pensiya jamg'armasiga qachon murojaat qilingani, kim bilan gaplashilgani, ariza raqami, javob sanasi yozib borilsin. Bu oddiy odat, lekin kelajakda katta yordam beradi. Ayniqsa yoshi ulug' insonlar hammasini eslab qolishi qiyin. Farzandlar ham ota-onasining hujjatlarini tartibga solib qo'ysa, ko'p muammo oldindan bartaraf etiladi. Agar sizda hujjat yetishmasa, darhol tushkunlikka tushmang. Avval qayerda ishlaganingizni aniqlang. Korxona hozir bormi? Nomi o'zgarganmi? Arxivga topshirilganmi? Tuman yoki viloyat arxivida ma'lumot bormi? Shuni surishtiring. Ba'zi hollarda eski hamkasblar, buyruq nusxalari, korxona arxivlari yordam beradi. Lekin hammasi qonuniy tasdiq talab qilishini unutmang. Bugungi eng muhim xulosa shuki, pensiya masalasida befarq bo'lish mumkin emas. Pensiya har oy keladigan oddiy pul emas. Bu sizning yillab qilgan mehnatingiz natijasi. Shuning uchun hujjatlaringizni tekshiring, bank kartangizni nazorat qiling, pensiya hisob kitobingizni so'rang, shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang va har qanday muammoni yozma murojaat orqali hal qiling. Agar sizda staj to'liq kiritilmagan bo'lsa, ish haqi ma'lumoti hisobga olinmagan bo'lsa, familiya yoki hujjatlarda xatolik bo'lsa, buni kechiktirmang. Bugun harakat qilsangiz, ertaga pensiyangiz, to'lovingiz va huquqingiz bo'yicha ancha xotirjam bo'lasiz. Izohlarda yozing. Sizda pensiya kechikishi, qayta hisoblash, bank kartasi yoki hujjat bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Tajribangiz boshqa pensionerlarga yordam berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz va tanish pensionerlarga yuboring.
Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, imtiyoz va hujjat masalalarini yana ham batafsil tushuntirib boraman.